Assalomu alaykum hammaga, promo kuzatuvchilari. Biz Rishton Uyratdagi obyektimizdamiz. Bu yerga akamiz yana bitta ochilib to'qqilyapti, yana bitta qo'shtiraman degandi. Shunga bir ko'rgani kelgandik. Xudo xohlasa joylar juda ham chiroyli chiqqan, ko'rishlaring mumkin. Asfaltlari o'sha chaqlangan, silliq asfalt qilingan. Atish joylariga ham joylar juda ham katta. Hamma sharoitlar qilib qo'ygan, ko'rishlaring mumkin. Bu yerga o'sha trendda yurgan avtopauzalik bokslarimizdan qo'yib berganmiz. Osmosimiz mavjud. Inverterli apparatlar ustanovka qilganmiz. Hozir apparatlarni ham ko'rsatamiz. Bokslarimiz razmeri 5 metrga 6 metr, ukloni o'rtaga qilingan. O'rtaga mana shunaqa yava qilish tavsiya qilamiz juda ko'pchilikka. Sababi o'sha kir loylar shu yerga yig'iladi. Bu yerdan keyin suvni o'zi oqib, ariq to'lib qolmaydi, ko'p og'rigarchilik bo'lmaydi. Ko'rishlaring mumkin, mana shunaqa polasa chizib qo'ysalar ham arentrob kirishiga juda ham qulay bo'ladi. Apparatlarimiz o'sha 6 ta funksiyalik suv, pena, vosk, nano, aktivniy kimyo, osmosi ham bor, ishlatib berganmiz. NFC kartalari, bundan tashqari klik ham ustanovka qilsa bo'ladi. Vizit knopkalarimiz bor. Keyin o'sha eng muhimi avtopauzamiz bor. Xo'sh, kichkina mini qo'ytma apparatimizdan qo'yib berganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Bitta qo'yib qo'ysalang, yo'q deganda klient chaqirib berib turadi. Hozir misol puli bor ekan, misol chiqarib chiqarmaydi. Xullas akamiz joy juda ham chiroyli chiqqan. Kimdir agar Avraziyaga qilmoqchi bo'lsa, shu joyga kelib ko'rib ketsa ham bo'ladi. Farg'onadagi akalarimiz kelib ko'rib ketsa bo'ladi. Hozir motorxonamizni ko'ramiz. Bu yerga ximikat bochkalarimiz qo'yib berganmiz. Apparatlarimiz ko'rishlaring mumkin. Hammasi akkuratlik yig'ilgan, inverterli qilib yig'ilgan. Bu yerda zapas bergan zapchastlarimiz turibdi, hali ehtiyoji bo'lmadi. Qolgan hamma narsasi akkuratlik o'zining holatida turibdi. Ko'rishlaring mumkin. Bu yerda o'sha osmos suv bochkalarimiz, bu yerda 500 litr soatga ishlab beradigan osmos apparatimiz qo'yilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.